O'zbekistonda Ponka polvon bilan Bakolga yuborib qo'yganlarda. Birinchi kurashlar haqiqatda Ponka polvonda Abu Bakr polvon halol yiqitmadi. Lekin bu yerda ayb Bakovulda. Bakovul halol dedi. Abu Bakr polvonda aybi yo'q. Ponka bu yoqqa Ponka. Ikkinchi kurashda Abu Bakr polvonni Ponka polvon halol yiqitdi, lekin kuch eshakda ham bo'ladi. Polvon professional bo'lishi kerak. Raqibni hurmat qilishni bilishi kerak. Raqib bu dushman emas. Bu raqib hisoblanadi. Professional boshqa janglarda ham ko'rsangiz, jang oldigacha bo'lgan paytda intriga qilish maqsadida qiziqtirish uchun har xil qo'pol gapirishi mumkin, haqorat ham qilishi mumkin, lekin jang vaqtigacha bo'ladi bu. Jangdan keyin jang to'xtaydi. Bundan keyin raqibga birdan hurmat bildiradi. Ponka polvon ham ozgina hurmatni saqlagani yaxshi bo'lardi. Polvon degan og'ir bosiq bo'ladi va professional bo'ladi. Shuning uchun Ponka polvon ham ozgina o'zining xarakterini ustida ishlasa yaxshi bo'lardi.